Mana shu yerda yuribman. Hello do'stlar, sizlar bilan men Jakim va bugungi videoda ko'rishib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi. Uyimda nimalar bo'lyapti? Hamma qishloqqa uyimda kirib olgan, bir-birini urishyapti. Menga farqi yo'q. Men ketdim, короче. Bugun qanaqangi kun? Nima bunday hammalaring bunaqa qilsizlar? Bugun Jo'xani tug'ilgan kuni edi. Jo'xa deyapman. Merda tug'ilgan kuni edi. Merda tug'ilgan kuni shunaqa gapdan gapirib turinglar-da. Xullas men ketdim mer bilan aytgandek. Merga biror narsa sovg'a qilish kerak. Jo'xani oldiga borishim kerak. Nima bo'ladi endi? Biror narsa bo'lib qoladi. Menga farqi yo'q. Birinchi Jo'xa qayerda ekan? Jo'xa mana shu yerda bo'lsa kerak. Shu yerga kirish sani orzung bo'ldi-da. Mayli, men Jo'xani oldiga boray. Nima qilyapsan, короче? Bora qol uzoqqa, Jo'xaning polizidan uzoqqa tur. Nima ketmayapsanmi? Bo'ldi, men ishim borda. Jo'ak, qandaysan? Tinchmisan? Yaxshi. Nimalar qilib yuribsan bu yoqda? Hech ish qilmayapman, o'zi yuribman-da. Men bitta reja o'ylab qo'ygandim. Qanaqa reja? Mer boru mer. Shu mer. O'shani tug'ilmagan kuniga bitta mashina sovg'a qilmoqchiman. Bo'ldim-da, yetkazib qo'yaman. Kalitini olganda olib borib, kalit berdim sen. Berdim. Men adash telefon tashlab olibmanmi deb o'ylabman. Bo'ldim-da, sovg'a qilaman-da. O'zi qaysi mashinani nazarda tutdi? Mayli endi. Men qaysi mashina bo'lsa ham sovg'a qilishim kerak. Qanaqangi kun bo'lsa ham men bir bo'raychi nima bo'lyapti bu yerda. Bu qishloqqa nimagadir o'zi yolg'iz turibdi. Adashib qoldimmi tushunish qiyin. Bu o'zim mayda qishloqcha bo'lsa kerak-da. Mayli endi ichkari kiraychi paka. Bo'ldi, kelishamiz. Xullas ketinglar, bo'ldi, keyin kelishamiz. Bular nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Meray, gapiring. Bular kreditdan so'rab kelgan. Bitta kredit olganida, shu kreditdan so'rab kelgandi. What endi nima bo'ladi endi? Sal bo'lsa ham uyimda narsalarimni olib ketishim ham ketdi. Mayli endi. Voy, pul nima bo'ldi o'zi? Qishloqqa senlarga ishlatdim-ku, qishloqlarga. Endi uzib bera olmaysiz demak. Uzib bera olmayman endi. Mayli endi. Xullas men ketdim, короче, taki o'zim borib bir narsalarni yig'ishtirib kelaychi, bu yerdan bir so'raychi, aniq ma'lumotlar menga kerak va bu ma'lumotlarni yig'ishim kerak. O'zi nimadir bo'lgan, bu yerda biror gap bordir. Kredit olmaganga o'xshayapti, chunki mer biror marta ham kredit olgan yo'q edi va buncha paytgacha olmagan va bularni egib chiqamagan. Bu biratan qolib ketdi endi. Bunga bermayman, umuman bermayman endi. Va bularni egib chiqsam paka nima qo'yilmay ketdi. Va tush pastga nima bo'lyapti? Hech narsa bo'layotgan yo'q. Yaxshi, unda yaxshi. Men shularni egib chiqsam bo'ldi edi va bularni ham egib bo'ldim. Anchagina qismini egib bo'ldim, qisman endi bular o'sirsinchi, meni buyrug'im emas, bu merdiki. Meniki bo'lsa mayli edi. Bu endi merga berishim kerak va qolganini etib bersam bo'ldim. Aytgancha marketga yo'naltirilgan, merga yaqinda yo'naltirilgandi, lekin hozir marketga yetkazib berish kerak. Birata men yerga taylab qo'yaman. Xullas, короче, buni olib qo'yasiz va men taylab qo'ydim paka. Endi bu kartni berishim kerak merga. Merga berganim bilan keyin u kreditdagilar olib qo'yishi ham mumkin. Endi kredit baribir foiz bor, bunaqa shunaqa. Xullas, men kirib ko'raychi paka. Men keldim, mer u narsalarni topshirib keldim. Yurchi mashinangda bir qaraychi, Jo'xani mashinasi. Mana yuring, ortimdan tezroq yuringchi paka. Mana eshikni yopdingizmi? Eshikni yopdim, tezroq yurchi paka. Bu yerda kreditchilar izg'ib yuribdi. Qara mana, malaka, tezroq mashinani yoshirmasak bo'lmaydi. Tezroq yoshirishimiz kerak. Nima, yana bu yerda ham kreditchimi? Meni izlab yuribdimi nima? Bu bilmayman, u hammasi shu yerda. Nima bo'lyapti? Bratan, choy kerak emasmi? Yo'q, men kofe ichaman. Kofeni qayerdan topib beraman? Men unga kofeni qayerdan topsam ekan? Mana shu mashina bo'lsa kerak. Merga sovg'a qilinayotgan. O'zingiz qilib yuribdi. Bari uyim bilan o'zimdan turib ketmoqchi. Tezroq bu mashinani yashirish kerak. O'zingni nomingga o'tkazib qo'ysam bilmadim. Men nomimga bo'lsa hamma narsa ishilib ketadi. Men nima qilaman shunda? Xullas yoshirish kerak va biror narsa qilish kerak. Unda men yoshiraman. Bitta ba'zan ayting. Qishloqni o'zidan topib olasan, bitta qishloqni qidir. Mayli, unda men ketdim, короче, bitta qishloqi bo'lsa, qayerdan topsam ekan u qishloqni? Bilmadim-da. Mayli, endi birorta qishloqidan topib qolaman-da. короче, nima bu? Farosatsizmisizlar nima? Bularni qayerdan qoldirdilaring?
bizlar bilmaymiz. U qolgan-da xullas. Ha mayli, kerak emasmi bratan, men sizga kerak. Sizni omadingiz bor ekan bratan. Rahmat, lekin menga kerak edi o'zi bitta kirka yasamoqchi edim. Yaxshi bratan, siz yasayvering. Xullas men ketdim, короче. Gul ajjinsin, nima bunday qo'yilib ketadi? Bu gulni taylash qiyin endi. Shu yana gulmi, shu yana gulmi? Yana shu asabni buzadi. Sherdan o'tib ketayin. Bu yerdan o'tib bo'lmaydi-ku. Qayerdan o'tib bo'ladi? Qayerdan endi bu gulni olmasligim kerak. Sekin sherdan o'tib ketishim kerak. Yana shu gulmi? Nima bunday qolmaydi? Sherdan yana shu sherga taylab qo'yayin sekin birorta bu yuqumli kasallikmi nima bunday bir qolib ketadi, shu bilan keyin yo'q bo'lmaydi va bu mashinani men xullas olib yashirishim kerak. Qayerga yashirsam ekan? Nu men mashinani minaychi, paka aytgancha o'rmonzorga bitta zo'r joy bor edi. Ana shu zo'r joyga mashinani yoshirib kelaman. Shu mashinani olib borayinchi, paka o'sha yoqqa aytgancha o'zi kirkani olib olmagan ekanman-da, kirkani olmaganim yomon bo'ldi. Nu mayli endi bu mashinani kaltini nima qilaman? Ham merga beraman-da, kimga qilaman? Ya'ni nima xullas nima qilaman? Manakay как раз mana shuni yopib, hamma tarafini yopib bildirmaydigan qilamiz. Usti ham o'zi ko'klam turibdi, o'zi yaxshi degan bu, chunki buni hech kim farqlamaydi. Ahmoqlar farqlash mumkin. Nu bular ahmoq emas-ku. Nu mayli endi mana shu yerga kirgizib qo'yayinchi. Manakay yaxshi, ajoyib salgina oldigaroq bo'ladi. Bu yerdan endi sekingina chiqishim kerak. Yaxshi, ana endi zo'r mashina turibdi va eshigi nima yopilmaydi buncha eshigi? Mana yopilsa yaxshi bo'lardi va endi bu yerni yopib qo'ymasam bu hamma joydan ko'rinadi. Merning nomiga o'tkazilgan mashina bo'lsa, bu mashinani ko'rib qolsa nu yomon bo'ladi va bularni olinmaganda bu bloklarni endi bloklar qilib yurish meni bo'ynimga qolib ketdimi? Jo'xa mashina sovg'a qiladi, lekin o'ziga yordamlashmaydi. O'zi mayli endi shu bloklar yetsa kerak. 10 ta blok 10 ta yetib qolish kerak. Nima bitta blok orqada qolib ketgan ekan. Nu mayli. Yetkazib olamiz. Bu mashina ko'rinmasa bo'ldi. Juda ajoyib. Endi ko'rinmasa kerak. Merga kaltini yetkazib qo'yaman. Mer qayerda ekan? Mer qayerdasiz? Mer umrida biror marta ko'chaga chiqaman deb o'yladim. Aytgancha bugun chiqdi-ku. Bu kredit uchun chiqdi. O'zini narsalarini olib ketmaslik uchun yaxshi. Bu penya bo'lsa kerak. Penya uchun shunday qilgan bo'lsa kerak. U la'natimni olmagan ekan-ku. Mayli endi men uyimga salgina kirib olishim kerak-ku. Kirsam bo'ladimi, bular? Shunchalar ahmoq bo'ladimi bular? Aytgancha bu kaltni o'zimning joyimga qo'yib qo'yamanmikan? Nu shu yerda o'tirgan bilan nima o'zgaradi? Televizor ham ishlamayapti. Svet yo'qmikan? Svet o'chgan bo'lsa kerak. Bu bratan qayerdan qo'yib, ya'ni paydo bo'lib qoldi. Xullas aytgancha merga bir telefon qilayinchi. Mer qayerdasiz? Uyimda edi, bitta kreditchilar kelib qoldi, yo'q bo'lib qoldim. Xullas men yo'qman, men shaharga ketganman. Mana shu kreditchilarni ko'rdim. Sen mana aytgan, o'libdi degan. Mayli unda o'libdi deyman. Короче, ketgandan keyin o'zingiz biror narsa qilasiz. Mayli, sen ularni yo'q qilgin. Mayli, xullas nima o'ylayapti? Bu yerda merning eshigi bor edi-ku. Bu nima bunday titilib yo'q bo'lib. Xullas sen bizga berda joyda pul to'lashing kerak. Mayli, o'yligimdan ushlab qolinglar, nima bo'lsa ham bo'ldi. Mayli, o'yligidan ushlab qolamiz. Sen isming kim? Jack xullas. Mayli, unda bizlar ketdik. O'yligidan ushlab qolsak qolamiz. Ketdik. Nima qilamiz? Ketdik. Yuringlar bo'ldi. Xullas, Jackdan o'yligidan ushlab qolsak qolamiz. Sen qolib ketding-ku la'nati. Men ketaman. Men ketdim. Mayli, bular la'nat tashkilot ekan. U ketib bordi. Mayli. Men endi bir ko'rayinchi nima gap ekan. Bu qanaqangi narsa bo'ldi? Bu qayerdan kelib qoldi? Yana olgandim va bu bitta ko'zi bor ekan. Yana olsam yana paydo bo'ladimi shunda? Mana shu yerda qo'yib turayinchi. Hech narsa paydo bo'lgan yo'q. Merning pullari joyida, lekin merning pullaridan borligini bilmabdi bu ahmoqlar. Yaxshi, o'zimning pullarim edi-ku. Aytgancha, mer o'zining pullarini olib qochib ketgan bo'lsa kerak. Endi bir ikki kunda qaytib kelsa kerak. Mayli. Menga farqi yo'q. Endi eshikni aytgancha
Jo'xaning oldiga borishim kerak edi. Jo'xa bilan bir maslahatlashib olayinchi. Jo'xa biror narsa desa kerak. Mer qochib ketgan-ku axir. Jo'xa qayerdasan endi? Mer xullas qarang, ular ketdi. Meni o'yligimdan ushlab qolar ekan. Ha, endi nima qilamiz? Endi sani o'ylaydi, ushlamasa nima qilardi? Mayli endi tezroq keling. Mayli, mana yo'ldaman. Men kelyapman, mashinaga ginamni chiqarib tur. Mayli, chiqarsam chiqaraman, chiqarmasam chiqarmayman. Xullas mashinasini chiqarman, ahmoqman. Xullas Mashinangizni chiqarmayman. Mayli, chiqarmasang chiqarma, o'zing bilasan. yaxshi, unda men uyimda dam olayinchi. Boshqa nima qilaman, uyimda dam olib turaman paka. Yaxshi, eshikni yopib qo'yayin va endi o'tirib dam olib turaman. Anchagina siqilaman, jichcha siqilaman degandek. Endi shuncha ishni bajarib qo'ydim-ku. Yaxshi endi va salgina voqea rivojini ko'rayinchi. Aytgancha mer go'shakni o'chirmagan ekanman. Xullas men bo'ldi, xullas o'chirdim va xullas do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi. Siz kanalga obuna bo'lsangiz bundan keyingi videolarimizni juda ham ajoyib qilib ishlaymiz.